Bismillahirrahmanirrahim. My first day of English class. Mening ingliz til darsining birinchi kuni. Bu darsdan burun ingliz til harflarini yaxshi bilishinglar kerak. Ingliz til harflarini yaxshi bilishinglar kerak. My first day of English class. Mening ingliz til darsimning birinchi kuni. First degan My degan mening degan kun. First day English class ingliz til darsi. degan kun. Mening English class ingliz til darsi. Birinchi kuni. First day birinchi kuni. Welcome. Qarshi olamiz, xush kelibsiz degandek gap. Hi, hello degan yaxshimisiz degandek salomlash so'zi inglizlarning. Good afternoon. Good afternoon. Tushunkinligingiz yaxshi bo'lsin yoki xayrli bo'lsin. Good degan yaxshi, afternoon tushunkin. Good morning. Atiganligingiz xayrli bo'lsin. Morning atiganligingiz. Afternoon tushdan keyin. I listen and speak. Men anglayman va so'zlayman. Listen degan anglayman. I men. My bo'lsa mening. Speak degan so'zlash. So'zlayman. Endi o'qituvchining so'zi keldi-qa. O'qituvchi debdi. Hello, my name is Miss Maryam. I'm your teacher of English. Yaxshimisizlar? Mening ismim Maryam xonim. Miss degan xonim desak bo'ladi. Men bo'lsam sizlarning ingliz til o'qituvchinglar. My mening name ism. I man. I am men bo'lsam your sizlarning teacher o'qituvchi. Teacher o'qituvchi. English degan ingliz tili. Teacher of English degan ingliz tili o'qituvchi. Xuddi of degan ning degan ma'no sifatida chiqadi. Hello. Hello. I'm Rania. Yaxshimisiz? Men bo'lsam Rania. O'zini tunishtirgan vaqtda men bo'lsam palani deb tunishtirsin bo'ladi yoki mening ismim bo'lsa palani deb desam bo'ladi. Endi debdi, hello, my name is Jamal. My name is Jamal. Mening ismim Jamal. My mening name ism. My name mening ismim is bo'lsa desam bo'ldi. Mening ismim bo'lsa Jamal. Mening ismim bo'lsa palani desam bo'ladi yoki men bo'lsam palani desam bo'ldi. I ask and answer. Men so'rayman va javob beraman. Ask degan so'rash. Answer degan javob berish. Hello, what's your name? What's your name? What's your name? Yaxshimisiz? Sizning ismingiz nima? What degan nima? What's your name? Sizning ismingiz nima? What's your name? What's your name? Sizning ismingiz nima? My name is mening ismim bo'lsa palani deb javob bersak bo'ladi. Bugungi